Ha, bu yoshlar shokda. Oy, nasos uchun shpa yuzing yuvishing kerakmi? Shunda yuzimni yuvmaymi? Yuv, chelakka ol, bakalachkaga qo'y, to'ldirib qo'y. Har zamon zing 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 zing. Nima bu ahvol? Nima qilyapsan? Aka nechta kelasiz? Mana shu yerda oqlash kerak ekan. Mana oqaga olib bor. Sizlar shikolatlarni yeb, romantika qilaveringlar. Nima biz yemadik? Senlar yemasalang itiydimi, a? O'sha zahar zapni uyga kirib onamlar bilan ye. Bir kilo olib qo'yganman-ku. Shuni ayt, meni boshimga qolib ketyapti. Siz? Bitta ham tinchlik yo'q bularda aslida. Qatdan uylantirdim shularni. Hingir. Bitta uylangan senmi? Ha, ya. Hamma aybni shu kishi qilayotgan ekanlar-da, mana Qanday ishlar? mana zapisga olib keldim. Bu HoloLens ovoz yozish petlichkalari. Shaxsiy blogini yuritmoqchi bo'lgan insonlar uchun eng zo'r qurilma mana shu. Bu petlichkani shuna olib chiqib qo'yib ketasiz, 340 metrgacha zapis qiladi. iPhone'ga ham zapis qilsa bo'ladi, kameraga ham zapis qilsa bo'ladi. Og'irligi atiga 14 gramm. Syomka jarayonida ana shularni eshitib turasiz-da. Ukamni ham mana shundan ushladim-da eshitdim. Menga ham shuni. Nima qilasiz? Kelin deb o'ylaydi. Ko'p yashang kelin. Ko'p yashang. Ertalabdan beri dasturxonim axtaraman. Boshingiz gapyapsizmi? Izdivasiz что ли, kelin? O'zimnikini topolmadim, Deojon. Mana bu kolxoz uchun, mana bu nasosni ochgan uchun, mana bu shikolatlar uchun. Ona, o bu nasoschi ishlayapti-ku.